Aka, mana shu yevro remont bir xonani 49.900 dollarga gaplashdik. Bundan qaytish yo'q, to'g'rimi? Lekin aka paytida 52 ga berilmagan. Mayli, xudo xolisa. Yo, mani klientlarim uchun, mani obunachilarim uchun arzon bo'lishini xohlayman. Mana shu yevro remont uyga 49.900 dollar bilan shunaqa uyli bo'lib qolishsin deyman. Maylimi? Qaytmaysiz, umuman qaytish yo'q. Mayli, ipotekaga yo'q. Bo'ldi, naqd pulga 49.900 dollarga mana shu uyni bitta sizlarga obzor qilib beraman. Kurush perixojamiz, keyingina bo'ladi. Bu yoq tarafda sanuzel bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, sanuzel ham oppoqqina, chiroylikgina holatda. Maza qilib yashashingiz uchun bir xona 3-etaj, Chilonzor 24-kvartal mana hozirgi zalimiz bo'ladi. Nari yoq taraf balkon bo'ladi. Mana shu ichida nima ko'rayotgan bo'lsanglar, hammasi qoladi. Bu yoq taraf oshxona bo'ladi. Oshxonada ham hamma sharoiti bor. O'zingizlarga moslab, maza qilib, kiyim-kechaklaringiz bilan kirib yashashingiz uchun zo'r narsa bo'lyapti. Chilonzor 24-kvartal, bir xona, 3-etaj, 1,5 balkon, srochniy narxlarda 49.900 dollarga pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib bemalol bosib olishingiz mumkin. Chilonzorni nomeradian varianti deb o'ylayman menimcha. Chunki bez remont uylarni ham 54.000, 53.000, 52.000 atrofida yetishyapti. Mana shu variantsiz yevro remontli uyni 49.900 dollarga bosib olishingiz mumkin. Siz telefon qilinglar, yaqin soylarga tarqatib yuboringlar bu videoni. Sog' bo'linglar.